Energiya resurslaridan noqonuniy foydalanish qonun bilan javobgarlikka sabab bo'ladi. Shunday bo'lsa-da, ba'zi iste'molchilar maishiy ehtiyojlari yoki boshqa maqsadlarda tabiiy gazdan noto'g'ri foydalanib, gaz ta'minot korxonasiga moddiy jihatdan zarar keltirmoqda. Hududgaz Buxoro gaz ta'minoti filiali xodimlari tomonidan o'tkazilayotgan reyd tadbirlar davomida bunday noqonuniy foydalanish holatlariga chek qo'yildi. Raqamlashtirish tizimi orqali bugun gaz ta'minotida har bir iste'molchining tabiiy gazdan foydalanib kelayotganligi haqidagi ko'rsatkich bevosita nazorat qilib borilmoqda. Ammo ushbu tizim imkoniyatlaridan xabardor bo'lgan qo'shtirnoq ichidagi ba'zi namunali iste'molchilar energiya resursidan yashirin ravishda, ya'ni noqonuniy foydalanib kelyapti. Hududgaz Buxoro gaz ta'minoti filiali xodimlari tomonidan joylarda reyd tadbirlari olib borilmoqda. Ularda aholining tabiiy gazdan noqonuniy foydalanish holatlari aniqlanib, zudlik bilan ushbu noqonuniy xatti-harakatlarga chek qo'yilmoqda. Xususan, Romitan tumanining Bog'i Saidon mahallasi Urganji qishlog'ida istiqomat qiluvchi fuqaro elektron gaz hisoblagichni chetlab o'tib, uning filtr qismidan noqonuniy ravishda tabiiy gazdan foydalanib kelgan. Hisob-kitoblarga ko'ra, noqonuniy foydalanilgan 10.979 metr kub tabiiy gaz uchun filialga 32.916.000 so'm miqdorida moddiy jihatdan zarar yetkazgan. Buxoro tumanining Sheyxoncha mahallasi Dehchabegi qishlog'ida yashovchi fuqaroning xonadoni tungi reyd tadbir davomida ko'zdan kechirilganda, iste'molchi 23.996 metr kub tabiiy gazdan aniqlab bo'lmaydigan, ya'ni vizual yo'l bilan noqonuniy foydalanib kelgan. Holat asosida 77.527.200 so'm miqdorida qayta hisob-kitob qilindi. Viloyatning Qorako'l tumani Tashabbus mahallasida yashovchi fuqaro ham o'z xonadonida elektron gaz hisoblash uskunasining filtr qismi orqali rezina shlang bilan tabiiy gazdan noqonuniy foydalangan. Reyd tadbirlari davomida fuqaroning bevosita 5225 metr kub tabiiy gazdan noqonuniy foydalanganligi uchun filialga 16.242.600 so'm miqdorida moddiy zarar keltirganligi qayd etildi. Ta'kidlash lozim, reyd tadbirlarda aniqlanayotgan barcha noqonuniy holatlarning hujjatlari rasmiylashtirilib, huquqni muhofaza qiluvchi idora vakillariga topshirilmoqda. Shuningdek, har bir iste'molchiga tabiiy gazdan to'g'ri foydalanish maqsadida tushuntirish ishlari ham olib borilyapti.